Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, Kamolning muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab turgan aka-ukalarimiz, hojiona hojatlarimiz, kanalimiz mehmonlari. Hurmatli obunachilar, sizlarga e'tiborlaring mana bunday chiroyli bo'g'oz va xunoji variantlarni ko'rsatishga shaylanib turibmiz. Videoni boshidan bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Sababi dehqon akadan promo mana o'zlaring hop savdo qilib olasizlar. Bemalol hop dastlabki xizmatlarimiz ham mavjud albatta. Hop bitta qo'ng'iroq bilan uyingizga yetib boraveradi. Bugungi adresimiz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Gulqishloq shaharchasidan bitta arzonchi hop dehqon akamiz xonadonlarga tashrif buyurdik. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bugungi sanalarimiz 2026-yil 7-may haftani payshanba kunida turibmiz. Avvalo hamma kuni xayrli bo'lsin. Akalar, mana shunday mana bo'g'oz xunojin, mana bunda yana bitta xunojin variantlari 3 bosh molimizni sotuvga qo'yilyapti. Bemalol hop pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Mayli, hasha tashab qo'ying aka. Aka mana buni hop birinchisiga qo'yib beramiz. Bo'ylari necha aka? 1.15 bo'ylari. Xunojina kurashchilar chiqqanmi, chiqmagan? Hali 1 yashar, ha? Gap yo'q mana. Hasha solib qo'ying, bu ham yeb tursin. 1 yashar mana xunojin. Ko'chat variantidan. Albatta orqa taraflardan mana ko'rsatib, qo'limizdan kelgancha video qilib beramiz. Mana bunday holatda. Hop. Ko'chati zo'r ekan, ha? Gap yo'q. Ularni qancha qo'yib beramiz? 1.15 bo'ylari. Hali buzak, kurashchi chiqmagan. 1 yashar. 1 yashar. Ko'p qo'yildimi? Gap yo'q. Yani yaxshi ko'rib olibsiz. Endi sotamiz. Gap yo'q. Hop, nech pul qo'yib beramiz bu pulini? Bolodan nechi kilomi? Ha, boloda qanday aytavering, bu qo'lga tegadi. 15.5. Hop, telefon qilsa chapcha xayrsunat qilib beramiz. Telefon qilsa, ha, manacha deyishadi, ko'nglingizga yo'qsa beraverasiz. Dastlabki aramiz? Dastlabki sheyga bo'lsa, ha, qilib beraveramiz. Vodiy bo'ylab qo'y. Endi vodiy bo'ylab qo'yib beramiz-da. Shu dastlabkidan shopir topib olgan qilsangiz, menga qo'ng'iroq qilsangiz, men shopir topib beraman. Faqat ham pulus topilaveradi, endi uzoqqa. Ha, uzoqqa ham chiqadi. Bash vodiy bo'ylab qilib beraveraylik. Namanganga. Namanganga emas, 3 ta mana Andijon, Farg'ona, Namanganga. Kimgadir tushgan bo'lsa, mana bu molimiz. Mana kecha buqagan qo'yib qo'yilibdi, hurmatli obunachilar, mana agar olib qo'ygan bo'lsa, yaxshi variantda. Hop, 15.500.000 so'm savdosi bor. Bo'ladi qanmas, megaz narx qilmaydi. Siz o'tib beraman deng. O'tib beramiz, to'g'rimi? 100.000. Endi qanchadir o'tib beramiz. Qancha o'tib beraveramiz? Ha, o'tib beramiz. Hurmatli obunachilar, 15.500.000 so'mga mana hop xunoji varianti yaqindagina mana bu qo'ya qo'yilibdi. Mana kurashchilar chiqmagan. Keyin ha, 1 yashar ekan. Keyingisiga mana bu bo'g'oz-a bu. Bo'g'oz. To'royli bo'g'oz. Mana shu uyingizda tug'ilgan. Men ham arkim. Qachon olgansiz? 1 oy bo'ldi. Egasi ham bo'g'ozda kecha uni qo'ydilar, keldi doktor. Qo'l soldirdim, to'roylar ekan dedi. Egasi ham to'roylar dedi. Gap, mana doktorlarga ko'rsatilibdi, to'roylik bo'g'oz ekan. Baxt bo'ylarni nechiga beramiz? O'lchaman, o'lchayman. Albatta o'lchab. Ikkinchi darajalik bilingan, darisi buni ham bilganingizga. Bo'ldi, o'lchab qo'yaylik. Mana men ustiga chiqib o'lchayvering. Ungacha men mana buni mana yeb ichishini mana ko'rsatib turaman. Videoga chiqqan akamiz hijolat qilyaptilar, o'shaning uchun to'g'ri o'zlarini olmadik. Ya, mayli aka. Asosiysi mana obunachilarimizga mana bunday narxlarda mana bunday xunojilar, bo'g'ozlar tushadigan bo'lsa, men qilaveramiz. U tarafidan o'lchang. Ha, men ushlab turaman aka. Mana. O'lchayvering. Ha, men to'g'ri. Ha. 1.10 uryapti. Hozir. Ko'ringchi endi. 1.10 deylik. Bo'ldi, 1.10. Hop mana. Molimizni ko'rinishi. Shvet. Shvet.
işte. Aha. Pulini qancha qo'yib beramiz buni? Dehqon aka? 21. Ya 20 ham to'g'ri, he? Endi bo'lmayapti. Ha, endi voy. Nasıl bu saç gününde olur? Ha, endi sotamiz-da, sotish ko'ngilda o'tsangiz turaveramiz. Bizga bu vazda Mana bunday holat ekan. 20 million so'm qo'yaylik, Dehqon aka. Qolgan obunachilar havola etamiz. Xursandmisiz? 4 oylik mana shved bo'g'ot. Kurashchi chiqqan ha? ha yaqinda chiqdi. Kurashchilar chiqqan ekan. Hop. Yaqinda chiqdi. 20 millionga xursandmisiz? Bo'ptimi? Mana. Hurmatli obunachilar, 20 million so'm savdosi bor. Hop, yuragingizga jiz degan bo'lsa, bemalol aloqa qilib ko'ringlar. Keyingisiga unajin. Hop, bu qo'yilmagan-a bu? Yo endi talab bo'lyapti, biz qo'ymayapti. Bu talab bo'lyapti, lekin yemasa ham qochmagani, qo'yib qo'ysa ham qochib qoladi. Yekish. Buni qanchadan boqyapsiz? O'tgan yil. O'tkaylik ekan-a? Bu zo'r. Hop. Bo'ylari 1.10 o'chadi-ya buni, 1.10 pilis. 1.10 pilis mana akalar, yeb ichib turgan joyidan. Ovqatni qarib, buni yemlash kerak, yem bersa. Suvga yemasa ham yemaydi. Albatta. Necha pul qo'yib beramiz buni aka? Shuni telefon qilib, bo'ldi, jo'natib beraver. 15 kesak, hali qilib gaplashib. Kelishsinmi? Kelarmi ko'rgan? Yo'q, kelmasdan ham shuni telefondan ham savdo qilishaveradi. Kelishsa ham bo'laveradi. Adresingizni aytsangiz, kelib ham uchovini ham savdo qilib ketishaveradi. 15 million so'm hayot sunnati bor ha? Shapchayda o'tib beramiz. Hurmatli obunachilar, 1.10 pilis mana xunajin 15 million so'm savdosi bor. Bemalol. Endi akamizni to'g'risi ko'p qiynamadi. Endi savdogar bo'g'onlarda talash tortishib, hop yo'lga yurgizardik. Lekin endi Dehqon akamiz ham ko'p nima qilmaymiz, qiynamaymiz. Albatta turamay mana o'zlaring dehqon bo'ladigan bo'lsalar, dehqondan dehqonga mana 3 bosh molimiz. Akalar, video davomida xato kamchilik bo'lsa, bemalol yana akamizga murojaat qilsalar, bemalol hop video boshqatdan ham video qilib beraverlar, yurgizib, to'g'izib, ichirib, hamma yo'qni ko'rsatib video qilib beraverlar. Biz ham endi qo'limizdan kelgancha mana shunday chiroyli olishga harakat qildik. Akalar, bo'lmasa video davomida xato kamchilik bo'lsa, kechirasizlar. Endi orqa tarafiga ham o'tib boshqa qildik. Endi nimaga oldin deyishsa, mana bu taraf yorug'ligi uchun hop molimiz ko'rinmay qoladi. O'shaning uchun oldidan oldik. Orqa tarafdan ko'rinishlari mana bunday holatda. Shuning bilan videoni yakunlaymiz. Hammani umriga, rizqiga, chorvasiga Alloh barakasi bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz. Mana shu dehqon akamiz uchun ham bittadan like deb mol olmasangiz bosib qo'yinglar, xudo xolasa. Mana bu molimiz dehqondan dehqonga pirama yetib borish uchun albatta o'z hissangizni qo'shib qo'yasizlar. Hammani umriga, rizqiga, chorvasiga Alloh barakasi bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha deb qolamiz akalar.